Styuardessa bo'lish uchun Jahon tillari universitetini tashlab ketdim. Shu yil simning oxirida nima uchun Yevropa aviakompaniyasida ishlash uchun jahon tillaridan tashlab ketganimni aytib bermoqchi edim. Xullas, avgust oylariga Heston Airlines kompaniyasining suhbatiga borganimda bu hali qanaqa kompaniyaligini ham bilmasdim. Keyin ular Litva davlatining Vilnius shahrida joylashgan charter kompaniyaligini va hozirda Uzerways bilan hamkorlikda ishlashini bildim. Suhbat jarayoni to'liq ingliz tilida bo'ldi va deyarli bir haftadan keyin menga ishga qabul qilindingiz degan javob keldi. Shu bilan sentyabrda styuardessalikka treninglarim bilan qo'shib bir vaqtda universitetimdagi ikkinchi kursimni o'qish ham boshlandi va o'qishimda NBlarim ko'payib ketgani sabab o'qish yoki ish tanlashimga to'g'ri kelib qoldi. Отчисление bo'lmasligi uchun o'qishimni sirtqi bo'limga ko'chirmoqchi bo'ldim. Lekin aynan filologiya fakultetida sirtqi bo'lim yo'q ekan. Styuardessa bo'lish orzum ushalik deb turganda o'qish ko'zimga ham ko'rinmadi to'g'risi. Shuning uchun vaqtinchalik chetlashtirishga o'qishga ariza topshirib keldim. Ota-onam nima qarorga kelsang ham albatta diploming bo'lsin deganlari uchun 1 yildan keyin jahon tillaridan hujjatlarimni olib ketib, boshqa xususiy universitetga ikkinchi kursga perevod qildirdim. Shuning uchun hozirda Toshkent kimyo texnologiya universitetining ikkinchi kursida sirtqi bo'limda o'qib, bort kuzatuvchi bo'lib ishlayapman. Siz ham orzungizdagi kasb uchun o'qishdan voz kechgan bo'larmidingiz?